Nasha yog'i 10 yil oldin men niyat qilganman. Bir kun vaqt keladi, bu mahsulotni, hozir qo'limda turgan mahsulotni O'zbekistonda meditsinada, tabobatda foydalanishi niyat qilgan edim. O'sha kunlarga yetib keldik o'rtoqlar. Hozir qo'limdagi turgan yog' bu nasha yog'i. Nasha yog'i. Bu mahsulotni juda ham ko'pchiliklar biladi, ayniqsa erkaklarimiz yaxshi bilasizlar. Lekin bu hozir aynan tabobatda, tibbiyotda qanchalik keng qo'llanilishi nimasligiga tushuntirib beraman. Hozirgi kunda biz o'sha klinikada yo'lga qo'ydik, mijozlarimizda foydalanyapmiz. Juda ham odzivlari zo'r. Eng avvalambor bosh miyada qon aylanishini, nevrologiyada, kardiologiyada, endokrinologiyada, gastroenterologiyada, bo'g'im kasalliklarida keng foydalanib kelyapmiz. Ikkinchi mahsulotim bu ko'k nori. Hamma biladi, lekin ko'k norini yana qaytaraman. Tibbiyotda, tabobatda juda ham keng qo'llab kelyapmiz. Ko'k norini yog'i eng avvalambor o'pka kasalligida, bronxal astmada, o'pka yallig'lanishida, shamollashda, yosh bolalarimizda balg'am ko'chmasligida, erkaklarimizni sigaret chekkanda o'pka sohasidagi yallig'lanishlarda, nafas siqishlarda hammasida juda ham keng foydalansa bo'ladi. Ko'k norini yana bilamiz, og'riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi, bo'shashtiruvchi, oshqozon ichak hazm sistemasi, ichak yurishlarida juda ham natijaga zo'r olib chiqib beryapti. Ikkita mahsulotimiz O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sertifikat berilgan, ruxsatga ega, tibbiyotda, tabobatda bemalol foydalansa bo'ladi. Juda ham zo'r natijaga ega bo'lyapti. Sog' bo'linglar, erkaklarimiz.